بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. عما يتساءلون Müşriklər özara nimi toğruluq soruşudu? عن النبأ العظيم Ular çoğun bir xəbər, yani qiyamet toğruluq soruşudu. الذي هم فيه مختلفون Ular şu, yani qiyamet toğrusida ixtilaf qilishquchilardir. كلا سيعلمون Hargiz undaq emas. Qiyamet ularning o'ylig'indek yolg'on emas. Ular haqiqiy ahvolni kelgusida biladi. ثم كلا سيعلمون Hargiz undaq emas. Ular beshig' kelgan azobni kelgusida biladi. ألم نجعل الأرض مهادا Ziminning ustida muqimlashishinglar va keng tuzangliklarga ziroat terib foydalanishinglar uchun ziminni besat qilmadikmi? والجبال أوتادا Ziminning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qo'ziq qilmadikmi? وخلقناكم أزواجا Sizlarni arayal qilib yaratdik. وجعلنا نومكم سباتا Uyquni sizlarning badaninglar uchun rohat qildik. وجعلنا الليل لباسا Kechini libos qildik. وجعلنا النهار معاشا Kunduzni sizlar tirikchilik qiladigan vaqt qildik. وبنينا فوقكم سبعا شدادا Ustinglardan mustahkam 7 osmonni bino qildik. وجعلنا سراجا وهاجا Sizlar uchun yinib turgan chiroqni, ya'ni kunni yaratdik. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Açlıqlarni, ot çöplerini, daraxtları quyuq bağçılarını östürüş üçün bulutlardan mol yağmur yağdırıp berdik. إن يوم الفصل كان ميقاتا Qiyamet günü hakikaten mukaffatlaş ve cezalaş vaktidir. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا O günü sür çilindi. Sizler top top bulup gidisler. وفتحت السماء فكانت أبوابا Osman içilip nurgun ışıklar peyda buludu. وسيرت الجبال فكانت سرابا Tağlar hareketlendirilip seraptek bulup kalıdı. Yani tağlar tozup yıraktan qarğuçuğa sudek tuyuldu. إن جهنم كانت مرصادا Cehennem hakikaten kuffarlarını kütüp durdu. للطاغين مآبا Cehennem şübihisiz ki günahkarlarının cayıdır. لابثين فيها أحقابا Ular cehennemde uzak müddet kalıdı. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا Ular cehennemning hararetini yenikiltidigan birer söğürlükке ve teşnalıkni kandırdıgan birer içimlikке erişelmeydi. إلا
إلا حميما وغساقا. Ularning erishdig'ini faqat yuqori haroratli qaynoq suv va yeringdilli iborat bo'ladi. جزاء وفاقا. Bu ularga beriladigan muvofiq jazodir. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Chunki ular qilmishlaridan hisob elinishdan qo'rqmaydi. وكذبوا بآياتنا كذابا. Hamda bizning oyatlarimizni qattiq inkor qiladi. وكل شيء أحصيناه كتابا. Har narsani to'liq xotirlab qo'yamiz. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Ularga aytamizki, tetinglar, sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz. إن للمتقين مفازا. Shubhisizki, taqvodorlar ne'matga erishidi. حدائق وأعنابا. U ne'mat bog'lar, uzumlardir. وكواعب أترابا. Tang tush qizlardir. وكأسا دهاقا. Sharab bilan to'ldirilgan jamlardir. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Ular jannatda yolg'on so'z, behuda so'z anglamaydi. جزاء من ربك عطاء حسابا. Ana shular Parvardigoringning bergan mukofoti, yetarlik atosidir. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning Parvardigoridir. Nihoyat shafqatlidir. U kunda hech kishi uningga so'z qilishga qodir bo'la olmaydi. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Jibril va farishtalar saf bo'lib turib ketadigan kunda, ya'ni qiyomatda ularning orasida mehribon Allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech ahadining so'z qilishiga bo'lmaydi. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Ana shu cho'qim bo'ladigan kundir. Kimki iymon bilan, yaxshi amal bilan Parvardigori qaytadigan yo'lni tutishni xolisa, tutsin. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Biz sizlarni haqiqatan yuz bersa yaqin azobdan, ya'ni oxirat azobidan ogohlantirdik. U kunda kishi ilgari qilgan amallarni ko'rdi. Kofir, koshki men tuproq bo'lib ketsam-ku deydi.